Billur Navo teleshousi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Mana azizlar, birinchi tur, birinchi ishtirokchi Billur Navoning ikkinchi mavsumi ishtirokchi sahnada. Biz boshladik. Marhamat. Jahonda to'lgan o'lkadek hech bir diyar olmas. Bu yalliq bog' gulshan ham bu yalliq zor olmas. Vatan sevmakdan Manga olamda shiyar bo'lmas. Vatanni sevmagan inson jahonda baxtiyor olmas. Vatan sevgan murodga yetur aslo O'zbekiston deydilar, oltin ungan to'prog'ini Oltiniston deydilar, oltin ungan to'prog'ini Oltiniston deydilar. Kuşuk ağacından ağlayın, yangrasın ey ağlayır. Ne kizme Doimo qo'yning ochiqdir, do'stga ham mehmon yur. O'zbekiston ham Guliston, jannatiston deydilar. O'zbekiston ushbu kunda O'zbekiston deydilar. O'zbekiston deydilar, oltin ungan to'prog'ini Oltiniston deydilar, oltin ungan to'prog'ini Oltiniston deydilar. Rahmat. Hayatullo rahmat. Yaxshi, ko'z tegmasin. Bolalarga, hammaga rahmat. Avvalambor ishlang. Necha kun ishladinglar? 1,5. Mikrofonga gapirasiz. Necha kun? 1,5 kun. 1,5. Necha kun sizga vaqt berilgan edi ishlashga? 6 kun. Ha. Mikrofonga gapirasiz-da, anaqa ovozingiz bo'lmasam qirqibopti deyshadi keyin efirda ko'rganda. Yaxshi yomon emas, lekin konkursga biz muxlislarimizga aytib o'tishimiz kerak. Bugun birinchi tur
Billur Navoning ikkinchi mavsumi birinchi turi, mavsumining birinchi turi. Biz ishtirokchilarga vatan to'g'risida, vatan haqida kuylashni, vatanni madh etishni xohlab, ularga vazifani vatan to'g'risidagi, mavzusidagi qo'shiqlarni tayyorlab kelishni aytganmiz. Siz bugun mana shu qo'shiqni tayyorlab kelibsiz. Rahmat, avvalambor ustozimiz umrlari uzoq bo'lsin. Lekin bundan yaxshiroq qilib kelsa bo'lardi. Konkurs 30 konkursga qandaydir shijoat kerak edi, men boshqacha bo'lib boraman degan fikr kerak edi. Bu qanaqadir mayli o'zingiz bo'lsangiz ham bitta minusga boshqa narsa qilib kelishingiz mumkin edi. Misol, variantlar aytyapman. 6 kun ichida ko'p narsa qilib yuborsa bo'lardi xohlagan odam. Ana shuning uchun mana bugungi qilgan mehnatingiz